Qaynonasining go'shtidan mantiq qilib yegan kelin. Ha do'stlar, xato eshitganlaring yo'q. Bu narsa 2017-yilda Angren shahrida sodir bo'lgan. Har doimgidek kelin bilan qaynona itmushuk jiyaji, o'rtada o'g'il sarson. Ona, xotin, iltimos tinch yashaylik, kelishib yashanglar, men ham qiynalib ketdim degan gapga kelin bilan qaynona qaramagan do'stlar. Bir kuni kelin mantiq qilayotgan paytda qaynonasiga yana jing kelin xullas qas ikki qo'ldan chiqqan bo'ldi, o'zlaringiz tushunib turibsizlar. Shunday bo'lgan paytda asabda o'g'lingga ham, senga ham qo'yganim bor qarochi deydi, pichoq bilan jiq qaynonani o'ldiraveradi. Qaynonasini o'ldirgandan keyin qaynonasini bolta bilan bir necha bo'laklarga bo'lib, agrodga ko'mishga qulay bo'lsin deb kichkina bo'laklarga bo'lib ko'mib qo'yadi. O'g'li kelib, "Onam qani?" deb so'rasa, "Onangiz besabdan ko'chaga chiqib ketdi, begim" deydi. Keyin ertasi kuni o'g'il sekin agrodda aylanib yursa, to'xtami, qazilganmi? Qazilganga o'xshayapti deb sekin ko'rlab ko'rsa, onasini ro'moli sekin chiqib kelayotgan paytda kelin bu yoqdan sekin bunday qarab turibdi-ku, bilib qoldi. Katman dastani oladi tagin erini orqasiga dang qillatib, shu yerda o'zida bir necha zarbalar berib, erini ham o'ldiradi. Shunda opam bir necha oylardan beri ko'rinmayapti, dom daraksiz yo'qolgan deb o'sha o'lgan qaynonani singlisi ichki ishlarga murojaat qiladi. Organ xodimlari yon atrofdagi qo'shnilardan so'rab surishtirganda, kelini ham, qaynonasi ham, o'g'li ham ketgan Rossiyaga degan xabarni eshitar ekan. Qayerdan eshitlari desa, kelini aytdi der ekan. Kelini haqiqatdan bularni o'ldirib ko'mib, Rossiyaga qochib ketgan ekan. O'lgan qaynonasi singlisiga, "Mana opam mana shunaqa vaziyat ekan, ketgan ekan bular Rossiyaga" desa, "Hech ko'nglim tinchimayapti. Opam tushimga kirib chiqyapti. Opam o'zini uyida aylanib yuribdi. Ruhi juda notinch." Qo'rqinchli bu yog'i degan gaplarni o'lgan xodimlarga aytar ekan. Xullas tashqaridan qulflangan, uyda hech kim bo'lmagan uyda tekshirishga sanksiya olib, uyga borib qarasa, uy anqib ketgan, sassiq nimadirlarni hidi. Xullas agaroddan 2 kishi murdasi chiqib kelar ekan. Kelin haqiqatan ham Rossiyaga qochib ketgan. Boshida aytdim, eslaringizmi, qaynonasini o'ldirishdan oldin kelin mantiq qilayotgan, o'sha paytda urushib qaynonasini o'ldirgan deb. Uyimizda bunaqa fojiali narsa bo'lganini hech kim bilmasin degan maqsadda o'zini chiroylikgina tutib, mantini sekin davom ettirib qo'shnilarga tarqatgan ekan. Shundan keyin bu qaynonasini o'ldirib, go'shini mantiga bizga yedirib yuborgan ekan, mantiq qilib sotgan ekan, tarqatgan ekan degan mish-mishlar bu asossiz. Buni hech qanaqa bir fakti, dalil yo'q, lekin endi bu yog'i Allohga ayon. Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi A bandi 2 yoki undan ortiq shaxsiy o'ldirish va boshqa bandlari bilan 12 yil 3 oyga qamalib ketgan ekan o'sha kelin. Endi bu videoni kimga yuboring deyman bilmadim. O'zim ham xijolatdaman. Obuna bo'lib qo'ying deyishga ham xijolatdaman qanaqadir. Mayli. Kimlargadir yuborib qo'yinglar. Kontentlar foydali bo'layotgan bo'lsa, obunani bosib qo'ying. Manti shirin ekan.